obunachilar, bugun talaba G'ofurjon ikkinchi videoni boshlaydi. Sizlarga ham bugun manfaatli, o'zingizga kerakli bo'lgan ajoyib videolarni tayyorlab kelganmiz. Qani ketdik. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning eng yangi tarixi haqida 5-mavzuni tayyorlab kelganman. Hozir men sizlarga shu mavzuni qisqacha yozib berishga harakat qilaman. Bugungi mavzu shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyoti va islohotlarning amalga oshirilishi hamda uning shakllanishi va rivojlanishi tamoyillari haqida gaplashamiz. 5 ta mavzumiz bo'yicha yozib berishga harakat qilaman. Birinchi, o'zbek modelining shakllanishi hamda milliy model evaluatsiyasi va uning xususiyat va xossalari va tamoyillari. Ikkinchisi esa qishloq xo'jaligidagi va sanoatda o'zgarishlar va bugungi kunda jadallanib rivojlanib borayotgan iqtisodiyotning o'sish taraqqiyot yo'li. Uchinchi rejamiz esa bugungi kunda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan strategik o'zgarishlar va o'sish va kamayish va o'sish va xususiyatlar va xossalari. To'rtinchisi esa O'zbekistonda qishloq xo'jaligi va bozor iqtisodiyotini o'sha 5 ta muhim tamoyil asosida birinchi yo'lga qo'yilgan O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan o'zbek modelini rivojlantirishda 5 ta ustuvor yo'nalishni ta'kidlab o'tganlar. Xo'sh, 5-chi rejamiz O'zbekiston Respublikasida, ya'ni kichik biznes va xususiy taraqqiyot yo'lidagi o'zgarishlar va uning xossalari haqida gap ketadi. Kirishda O'zbekiston Respublikasi sanoatini rivojlantirish va bozor iqtisodiyoti hamda uni bugungi kundagi o'rni va ahamiyati, hozirgi kunda qishloq xo'jaligi rivojlanishidagi strategik g'oyalar hamda amalga oshirilayotgan aniq reja va g'oya asosida o'zgarilayotgan bunday kunda O'zbekiston Respublikasi bilamiz, industrial hamda agrar iqtisodiy zonaga kirib olishga harakat qilyapti. Va bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi sanoat yoki bozor iqtisodiyoti bo'ladi, yalpi ichki mahsuloti bo'ladimi, hamma jihati qishloq xo'jaligi taraqqiyoti munosabatlarida shakllanishida ham muhim omil tutadi va O'zbekiston Respublikasi hozirgi rivojlanishi, men o'ylashimcha, bu barqaror iqtisodiyotda o'ylayman. Chunki barqaror iqtisodiyot bu har tomonlama yaxshi yo'lda ketyapti. Ya'ni ozayib ketmayapti, kamayib ketmayapti. Va bugungi kunda o'sha tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berilyapti. Kichik biznes va tadbirkorlikdan boshlanib to O'zbekiston Demokratik partiyasi asosiy g'oyasi ham o'sha ishbilarmonlar va biznesmenlar harakatini yanada jadallashtirish va ularga keng imkoniyatlar qaratishga asosiy e'tibor beriladi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi va sanoatida katta o'zgarishlar ro'y berayotgan zamonda yashayapmiz. Birgina misol, o'sha bitta fermerga 200 gektar yer berishda ajratishda o'sha yerni u unumli foydalanadi. Ya'ni bu yerga poliz ekinlar bo'ladimi yoki boshqa bug'doy ekinlari arpa yetishtirish bo'yicha ham unda juda katta loyiha va g'oya investorlarning kirib kelishi yoki g'arbdan, sharqdan, chetdan bizga import, eksportning qay tariqa rivojlanib ketayotganini bugungi kunda katta yaqqol misolda aksini topyapti. Bunga birgina misol, o'sha o'tgan yil 2023-yilda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yalpi ichki mahsulotlar rivojlanishi bo'yicha jahonda bilamiz yetakchi o'rinlarda, ya'ni 10-o'ringa chiqib olgan. Yalpi ichki mahsulotning tan narxi bugungi kunga kelib yanada oshib ketgan. Birgina yalpi ichki mahsulotga qarab qolganimiz yo'q, chunki jahon bozorda ham bizni yetarlicha o'z o'rnimizga egamiz. Hozirgi industrial va agrar rivojlanishga harakat qilayotgan O'zbekistonning iqtisodiyoti bugungi kunda normal holatda. Hozirgi kunda faqatgina bir tomondan ketmayapmiz, ya'ni fermerlarga yaratiladigan imkoniyatlar, biznesmenlar, ya'ni tadbirkorlar, ishbilarmonlarga beriladigan keng imkoniyatlar yoki o'sha tan narx qo'yishdagi muomala madaniyati, pulni muomalaga kiritilishi va birinchi valyutamizning ishlab chiqilishi va o'shandan keyin boshlab biz o'zbek pulini qadrsizlanishini ham ko'rishimiz mumkin. Bu bizni 94-yilda o'zbek birinchi valyutasini so'mni joriy etdi va o'shandan so'ng biz normal, ya'ni iqtisodiyotni o'sishda sekin boshladik.
O'shandan keyin 97-yilda bizda 200 so'mlik kupyuralar chiqdi va xalqimiz o'sha chiqayotgan pulimiz sari ular ham o'sishda, rivojlanishda va yangi loyiha va g'oyalarni ilgari surishda davom etishyapti. Hozirgi kundagi islohotlar, amalga oshirilayotgan o'zgarishlar bu hammasi bejiz emas. Muhtaram Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuskorligi natijasida ta'lim, fan, tarbiya yoki o'qituvchilarga berilayotgan imtiyozlarni ko'rishimiz mumkin. Ta'limga berilayotgan shart-sharoitlar yetarlicha, prezident stipendiyalar joriy qilinyapti so'nggi kunlarda va ko'plab iqtidorli yoshlarimiz o'zlarining bilim va salohiyatlarini namoyon etishda harakat qilib va o'zlarini ko'rsatishda harakat qilishmoqda. Bugungi kunda bir so'z bilan aytganda bizning iqtisodiyotimiz barqaror iqtisodiyotda ketyapti va kun kelib albatta O'zbekiston industrial va agrar sohalar bo'yicha ham dunyoning yetakchi rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shiladi deb o'ylayman. Hozir biz rivojlanayotgan davlat sanasiga kiramiz. Hozir barqaror iqtisodiyotda biz paxta bo'ladimi yoki sholni yetishtirish bo'ladimi yoki fermerlarning poliz ekinlari, yap ichki mahsulotlardan tashqari ko'plab bozor iqtisodiyoti, keyin qishloq xo'jaligi rivojlanyapti ko'pgina. Keyin mana chorvachilikka ham keng nimalar, imkoniyatlar yaratilgan, ochiq eshiklar yaratilib qo'yapti. Ko'plab zotli mollar turini olib kelib O'zbekistonda albatta ularni chatishtirib turadiganlar shu ham keng yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda fermerlarimiz bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, hattoki prezidentimizning yuksak unvonlariga ham sazovor bo'lishyapti. Birgina ayol fermer nazarda tutadigan bo'lsak, uni o'sha 40 gektarlik yeri bo'ladigan bo'lsa, bu 40 gektar yerga 10 gektarga o'sha poliz ekinlari, meva sabzavotlarni eksa, uzumchilik bilan shug'ullanadi, sholni, ariqlar bilan shug'ullanadi yoki qovun, tarvuz biznesi bilan shug'ullanadi. O'sha ayol demak bu ishlab chiqarish, ya'ni kichik biznesni, ya'ni ishbilarmon tadbirkor deb bemalol aytsa bo'ladi. Birgina bu fermerlar sohasi, qishloq xo'jaligi sanoati rivojlanishida daxldor. Keyingi masalani aytsak, biz bozor iqtisodiyoti, yengil sanoat, xizmat ko'rsatish bizneslari ham hozirgi kunda keng tarqalyapti. Eng keng tarqalayotganlardan biri sifatida men xizmat ko'rsatishni aytishim mumkin. Xizmat ko'rsatish sohasi hozirgi kunda ommaviy axborot vositalarida ham keng mulohazalarga surib qo'yilgan. Ya'ni xizmat ko'rsatish sohalari bu ko'p. Ya'ni o'ziga xizmat ko'rsatish, ya'ni o'zining bironta fuqaroning bandligini ta'minlash bo'ladimi yoki unga keng imkoniyat berish tariqasida subsidiyalar ajratilishi, bu 2025-yillarda ma'lumotlar edi. Hozirgi kunda 2026-yilda biz o'sha yangi taraqqiyot strategiyasi 2022-26-yillarga mo'ljallangan edi va biz hozirgi kunda 30 ta, ya'ni 300 dan ortiq muvaffaqiyat qozonishning asosiy ustuvor maqsad vazifaga erishish uchun yangi O'zbekistonning yangi 2030 taraqqiyot strategiyasini ham ilgari surgani bejiz emas. Biz albatta harakat qilsak, o'z ustimizda ishlasak, biron narsaga erishish uchun harakat qilsak, o'sha narsaga erisha olamiz. Bizdagi jiddiy jahd, harakat va mehnat tinimsiz miyamizning o'sha keng taraflama o'ylaydigan loyihalarimizni ishlab chiqib, uni ommaga taqdim etsak, albatta biz rivojlanishdagi to'g'ri yo'lda va rivojlanayotgan davlatlardan ham yaxshiroq o'ringa chiqa olamiz. Buning uchun biz albatta harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda ko'ryapsizki, O'zbekiston iqtisodiyoti, ya'ni taraqqiyot strategiyasida yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Birgina harakatlar strategiyasi 2017-2021-yillarga mo'ljallangan 5 ustuvor yo'nalish bo'yicha harakatlar strategiyasiga ko'plab harakatlar, ya'ni ko'plab maqsad va loyihalar biriktirilgan. Birinchi 2017-2018-yillardagi o'sha ma'lumot statistikaga qaraydigan bo'lsak, 45 ta sanoat zonasi va 453 ta yengil sanoat zonasi ochilganligi va 1449 ta ishchini qamrab olingani, bu bizning katta yutuqimiz bo'lib hisoblanadi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi, aziz obunachilar. Oxirida
kommentariyaga yozib, like bosishni unutmang. Rahmat hammaga.